Bu bachadonning normal ko'rinishi va u nok shakliga ega bo'ladi. Uning ichida bittagina bo'shliq bo'ladi va bu embrion implantatsiyasi homiladorlik uchun yaxshi sharoit hisoblanadi. Endi to'siqli bachadonga keladigan bo'lsak, ya'ni ruschasida perigorodkali bachadon bu anomaliya hisoblanadi. Holatda bachadon ichida ikkita qismga ajratadigan parda bo'ladi, ya'ni to'siq. Va buning natijasida ayollarimizda homilador bo'lishga ta'sir qilishi, og'riqli hayz kelishi yoki homila tushish holatlariga, implantatsiya ya'ni homila joylashishiga to'sqinlik qilishi oqibatida tushish holatlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu to'siqni gistererektoskop yordamida kesib, bachadon bo'shlig'ini kengaytiramiz. Va buning natijasida homila o'sishi, rivojlanishi uchun kengroq joy hosil bo'ladi. Umid qilamanki, bu ma'lumot foydali bo'ldi.